Digital 24/7 bezbetxatni assalomu alaykum hammaga. Batunskiydaman, Yunusoboddaman. Telebashnya как на ладони, короче, bu yerda. Hozir bitta muammo chiqib qoldi. Bu yerda elektriklar shu Skyling simdan ishlatishga mana. Bu egalari bilan gaplashdim, aka simni yaxshidan qo'ymagan. Bu meni elektrikim, короче, номер 1 maqta yozibdilar, короче. Siz номер 1siz, bilib qo'ying. Plus aka номер 1ga u elektrik bo'yicha номер 1 dedim-da, slabatochka 0 dedim bu elektrikka 0. Nimaga bunaqa deyapsiz deyapti menga. Nimaga deyotganim, siz elektriklasiz. Hammangizga tarqatib yuboringlar xohlasanglar, kommentda kutaman sizlarning gapinglarni. Nimaga Skyling gelvisini ishlatasizlar, mana bu simni ishlatasizlar? Nimaga o'shani aytinglar, bo'ldi menga. Faqat astil 90% bez gelvi ishlatishinglar kerak. Zatuxaniya kam. Zatuxaniya nima degani? Signal bu yerdan 50 borsa, u yerda mana bu simni orqali 20 keladi, tushunasizmi? Musor kabel bu. Musor plus moy bor. O'shaning uchun xato qilmanglar. Yaxshi elektriklar maslahatlashadi. Tekin-ku maslahat kabel bilan. Mana hozir korobka qo'yish kerak deyapti-da, u menga egalari. Bunga korobka qo'ya olmaysiz. Nikak qo'ya olmaysiz. Buni faqat payka qilinadi. Skrutka payka. Gelvi kabel bilan adashmanglar, iltimos. Mana hozir bitta antena bilan, xudo xolasa, hammamiz bitta qilaman. Mana eng zo'r kabel mana shu bo'ladi. Ko'rsataman. Masalan, mana shu sim bo'ladi. Eng zo'r kabel mana shu sim bo'ladi. Astil 90%lik. Tushunasizlarmi? Shunaqa. 24/7 bezvyhodniy 94lik 666 81 88. 24/7 ishlaymiz. Telefon qiling, maslahat tekin. Bunaqa bo'lmalaring degan joyi bu.